Vojeniya imtihonlaridan o'tmoqchi bo'lgan har bir o'quvchi buni bilishi shart. Birinchi qiladigan ish to'xtash chizig'i oldida to'xtash. Ikkinchi vazifa, demak, estakadan to'xtash chizig'ida to'xtab, orqaga ketmasdan, demak, oldiga harakatlanish kerak bo'ladi. Har bir to'xtaganda, demak, e'tibor beringlar. 8 sekund to'xtash kerak bo'ladi. Keyingi qilinadigan vazifalardan bittasi ilon izi harakatlanish. Ilon izi harakatlanishda mana bu sariq chizuvlarni bosmasdan harakatlanish kerak bo'ladi. Ehtiyot bo'lib, masofani ham saqlab yuringlar. Keyingi qiladigan vazifalardan bittasi, demak, garaj mashqi. Garajda ko'pchilik qiladigan xatolardan yetmasdan to'xtashadi. Bu katta xato. Hozir ko'rasizlar nimagaligini. Bu yoq tomon, ya'ni chap tomon ko'p masofa qolib ketadi, o'ng tomonda masofa kam bo'ladi. Ko'pchilik o'shandan yiqilib qoladi. Oxirida mana bu orqa g'ildirak chizuvga tegadi va qaranglar mana shu chizuvni bosish kerak emas. Bu 20 ball minus qilinadi agar sariq chizuv bosiladigan bo'lsa. Undan keyingi oq chizuv bosiladigan bo'lsa 100 ball minus qilinadi, imtihondan yiqilinadi. Keyingi vazifalardan bittasi, demak, to'xtash chizig'i, ya'ni temir yo'l kesishmasidan oldin to'xtash chizig'i oldida to'xtash. Bu ham bir parallel qo'yish usuli. Garaj tomonga buriladi birinchi rul. Burchagiga kelib olinadi. Bakoydan qaraganinglarda yon oynadan bu burchaga kelish kerak. Rulni to'g'rilaniladi, orqa chap g'ildirak mana bu chizuvga kelinadi va rulni chapga buriladi. O'shanda mana bu ikkita g'ildirak, orqa va oldi g'ildiraklar, demak, to'g'ri tushadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.